200 berishim shart emas-ku. 200 ni beraman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Muqaddar Ravshanovich, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Berish qo'ymadimmi? Yo'q, bemalol. Yosh bo'lsangiz-da siz bizni direktor o'rinbosarimizsiz. Haqiqatdan yaxshi ketyapti. Ya rahmat. Oldingi o'rinbosar davrasida ancha qiynalganmisiz. Ya rahmat. Lekin siz keldingiz, ancha ishimiz yengillashdi. Bayramga ozgina sovg'a olib keldim. Ya rahmat. Yo. Qo'ying, ovora. Nima olishni bilmadim. 2 Yo, unda. Kam. Unda ish qilmang. Unda ish qilmang. Unda qilmang. Mayli. Endi sovg'a ekan-ku, mayli. Lekin qarang. Bir gap. Aytavering. Muhiddin Ravshanovich, vazirlikdan buyruq keldi. Nima deb yozilgan ekan? Temirov Muhiddin Ravshanovich direktor o'rinbosari lavozimidan ozod etilsin. Lekin qarang, shuni berib turasizmi? Boyagina 2 tane. Nimani? Gap bor, bering shuni 200 ni qaytaring gapga. Gap oxirigacha eshitmasdan olasiz. Men tugatay gapimni. Nima deyman, nima qo'yaman? Tavba qildim. 2 tane o'zi. Xullas, bunday. Muhiddin Ravshanovich, yana vazirlikdan buyruq keldi. Yana nima? Temirov Muhiddin Ravshanovich direktor o'rinbosari lavozimidan ozod etilib, bosh direktor lavozimiga tayinlansin. Biron xizmatlar kerak emasmi? Ishlasa kerakmiz. Oy. Nima deyapsiz? Siz yosh kadrsiz. Bu ikkita sizga kam. Mana bu nimani qilib bir 10 ta olim kamchiliklarga nima qilasiz deyapman, direktor. Sizga yarasha. Men просто ikkita sizga nima emas deyapman, nima qilib xizmat bo'lsa aytasiz. Shu bilaman. Bo'pti, kamchiliklar bo'lsa uzr. Mayli. Boshdan 200 da qolsam bo'lmasmidi?